Assalomu alaykum futbol ishqibozlari. Men o'zim yaqinda boshladim YouTube'ga kontent qilishdi. Avvalam futbol o'ynaganman, u akkauntlarimga qiziqmaganman, o'zi yo'qolib ketgan. Men sizlarga yangi akkauntimdan sharhlab boraman. YouTube'ga obuna bo'lib qo'yinglar inshaalloh. Endi boshladik. Like, kommentariy bosib qo'yinglar. Men akkauntim ko'rib turibsiz, oddiy bu akkaunt qarang, takoy 3200 da уже. 3200 qaranglar, zaxirasi ham даже Cannavarolar zaxirasini o'zida. Bu bilan hozir o'ynab ko'ramiz jigarlar. Davay bossim bu ham ertaroq bossa. Jotki bo'lardi. 50 ta bo'lmaguncha jonli efir qilib bo'lmas ekan. Inshaalloh 50 ta bo'lsa 26 ta bo'ldi hali. Jonli efir qilamiz jigarlar. Bemalol yozsanglar bo'ladi, birga bir o'ynaymiz. Do'stona. Menda endi 2900 bo'ldi. Hali biror marta coin sotib olmaganman. Bu akkauntga yaqinda keldi o'sha. Jigarlar, davay kommentariy like bosib tashlaylar. Cho'ta internet qotdi menda. O'sha payt. Endi boshladik. Jigarlar, qaranglar. Hamma futbolchi pik. Hammasi coin sotib olingan, menda hammasi free, даже hammasi ko'tarilmagan oxirgacha. Shunga bilan rosa qotdi o'sha payt. Qani boshladik. Like bosmaganlar bosib qo'yinglar, inshaalloh zo'r bo'lib ketay. Mana ketdi. O'zicha taktika o'ynamoqchi edi, lekin Lionel Messi pressing qilmoqchi. Davay Messi. Молодец Messi, qaranglar. Messidan o'sha payt ding'illab pas berish qarang. O, Shevchenko soldi. Mana shu to'p qo'yadi Shevchenko 5-daqiqada jigarlar. 4:17. 5 ga yoziladi baribir bu. 4:18 sekundda internet rosa qotdi shu payt menda. Sizlar ko'ringlar o'zinglar ham. Bu kutmas ekan, u даже golni ham kutmayapti. Sira bosib o'ryapti. Qaranglar, internet pas, o'ta pas. Давай, mujiki. Ketdi Abduqodir. Voy, Abduqodir emas ekan. Lionel Messi, Alexander Arnold, Messidan pas va o'tib ketdi, Shevchenkoga o'tmadi. Davay. O, Modric pas. Shevchenko orqaga bermoqchi, bilat o'ta pasdan tanladi. Men orqaga bunisiga bermoqchi edim, u bilan Abduqodirni qaranglar, Abduqodirda, davay. Qaranglar, patkatdi. Mana shunaqa-da, o'zi o'yinda ham, bunaqa oddiy o'yinda ham shunaqa. Abduqodir mujik bala. Abduqodir uchun bitta like bosib qo'yinglar. Ketdi jigarlar. Ketdi. Bu oxirgacha o'ynamaydi, jigarlar, aytib qo'yib o'zim sizlarga boshidan. Men sharhlab beraman hozir, bu yozib olingan. Sizlarga sharhlab beraman. Vo, qaranglar. Вообще tepa olmayapti-yu. Men o'zi 2200 dan qo'rqmayman o'yinda. Ana u bo'ladi. 2200 deyman. 3200 dan qo'rqmayman. 1700, 1600 lar bor, 3600 degani. Jalla nima deyapman? 3100 60 lar bo'ladi, 3170 lar. Mana shunaqalar mehnat bilan ko'targan zo'r o'ynaydiganlar bo'ladi-da. 3200 lar kamdan kam yaxshi o'ynaydi. Nimaga deganda, yaxshi o'ynaydiganlar o'zi coin sotib olmaydi uncha-munchaga. Shunisiga ham e'tibor bersanglar, o'shalar zo'r o'ynaydi. Ana 3200 lar vashi bot, chunki pulga sotib olgan ko'p o'yinchilarini. Shunga yaxshi o'ynata olmaydi ham. Shunaqa gaplar. Nima deyishni bilmayman hozir. Davay. Alexander Arnold, davay. Va Donnarumma bu offsaytda qolib ketgandi, jigarlar. Mayli. Davay. Donnarumma Abduqodir Husanovga beradi pas. Pas berasiz. Abduqodir Husanov buni aldaydi, qaranglar. O, yana bu yoqqa qaytarib berdi. O, Abduqodirga pas berasan. Davay, Abduqodir bu yoqqa beradi. Fernandes. O, bilay yaxshi bera olmadi pasni bu. Jinnoy. O, sal qoldi jigarlar. Mbappe. Kylian Mbappening ham bayagisi unaqasi bu. Full biladi. Ketdi jigarlar.
Ketdi jigarlar, ketdi. O, yaxshi Donnarumma. Messi bor. Bu aldayman deydi Messini, lekin yaxshi aldayapti. Yaxshi o, böyle Modricga tegib qolganini qarang. O, Enzo Messiga, Messi bu yoqqa pas beraverasan. Davay. Yana Messiga berib ana. Messi ketdi jigarlar. Bar Messi yugurib keta olmaydi, chunki 97 bu yotibdi bu. Pas bermasa qiyin. O, mana qaranglar. Rafael Leo'dan zo'r bo'lganda jigarlar. Lekin To'singa tegyapti. To'singa Modric bera olmadi va qoida buzib qo'ydi jigarlar, qoida. Modric sariq olyapti. Nimaga ko'rib chiqamiz? Eziga qo'pollik qildi qaranglar. O, mana. Qo'pollik bor edi, haqli sariq. Endi bu tepadi Qodir Ali. Ketdi. Tepang Oliverxon. Jigar tepang bilet. Andrey Shevchenko va Abduqodir Husanov Modricga qatarib beryapti. Yaxshi. O'tganda ham ofsayd bo'lib qolardi baribir. Yaxshi. Desam, vafshiga Fernandes pas beradi Messiga. Messi, davay. Yaxshi pas berasan Rafael orqaga, yaxshi. Bu Modric tepalatib yubormoqchi edi, vafshi qo'ymadi tepishga. Jigarlar, birinchi taym tugadi. Endi ikkinchi taym sharhlaymiz jigarlar. 1-0. Internet qotyapti-da. Bilinmayapti hozir, lekin rosa qotdi. 106 Mbappe bilan hech nima qilolmayapti bu Qodir Ali. Yaxshi. Mana jigarlar, ikkinchi taymda ham boshlab oldik, sekingina. Shu kutish jonga tegib ketadi ba'zi paytlarda. Davay. Boshlandi mana sekin Shevchenko. Bosing jigar, pas berasiz. Yaxshi, Kamavinga, Van Dijk, Abduqodir Husanovga. Abduqodir Husanov tepalatib, osmondan pas berdi. Yaxshi, Shevchenkoga o'tmay qoldi jigarlar. Ketdi. Yaxshi Abduqodir jigarimni sotib olganman o'zim. Bu oddiyroq kartasi, menda oldingi 95ligi bor edi. Bu hozir 90 qildim zo'rg'a buni freedan sotib olganman o'zim. Ketdi. Modricda sariq bor, oldiga bormayapti. U o'yindan chiqib ketdi o'sha jigarlar. Bo'ldi, bu jigarim yengildi o'sha. Bu jigarimga o'sha qiyin. Chunki antinasi ham chiqmayapti. Balki zo'r o'ynar, antinasi chiqmayotganligi uchun shunaqa o'yin yaxshi chiqmayotgandir. Yaxshi fikrga boramiz, chunki bekorga 3223 emasdi bu. Faks sotib olgandir, balki hech nima deb bo'lmaydi. Antinasi yaxshi emas, qaranglar, bitta chiqib turibdi. Sekin mana endi ochildi mana. Antina kamda unda, rosa kam. Ketdi, Messi ikkita odam chaqirdi. Yaxshi. Bu pas berdi, Modric va qotdi yana jigarlar. Bu bolaning antinasi yo'q, o'sha yaxshi o'yin bo'lmayapti. Baribir qotmaganda ham noto'g'ri tebyapti Modric. Bo'ldi jigarlar. Biz yengdik, mana yengdik qo'rdi, chunki unda antina yo'q. Mana qarang 90, 83, 95, 94. Chunki hammasi yaxshi ko'tarilmagan, murabbiy ham yaxshi bo'lmasa bo'lmaydi. Davay jigarlar.